Xitoyda nüfusun ko'payish nisbati 60 yildan buyongi eng tuvan chekka tushdi. Nüfusun qayrilishi zo'r bir ijtimoiy kriz sifatida o'tirg'a chiqishga boshladi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyda o'tgan yili tug'ilish nisbati har 1000 odamda 7,52 bo'lib, Xitoy Kompartiyasi hokimiyat tiklagandan buyongi eng tuvan saviya ekan. Butun mamlakatdagi nüfus oldingi bir yilda aron 480 ming odam ko'paygan. 2021 yili tug'ilganlarning soni 10 million 620 ming bo'lib, bu 2020 yili tug'ilgan 12 million kishiga selishtirganda oz ekan. Tahlilchilarning ko'rsatishicha, Xitoyda umumiy nüfus tuvanlashga boshlagan bo'lib, buning iqtisod va ijtimoiy farovonlikka ko'rsatadigan ta'siri cho'nqur va uzun muddatli bo'ladi ekan. Angliya Davlat Mudofaa ministri Ben Wallace Ukrainani Rossiyaning tajovuziga qarshi texnik ko'p mudofaa qurollari va harbiy mashqlar bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Wallace Rossiyaning Ukraina chegarasidagi ta'sir kuchi haqiqatan andisha qilarlik darajada dedi. Hindiston vaqt gazetining davlat mudofaa amaldorlarini asos qilgan xabariga qaraganda, Hindistonning Rossiyadan sotib olgan S-400 havo boshqarilgan bombadan mudofaalash sistemasining birinchi qismini aprelda qo'zg'atilgan. Xabarda aytilishicha, bu sistemaning 5 bo'lagining hammasi Xitoyning tahdidiga qarshi ikki davlat chegarasiga o'rlashtirilgan bo'lib, qolgan 4 bo'lagi 2023-yili qo'zg'atilgan. Xitoy prezidenti Xi Jinping 2022 yillik Dunyo iqtisod munbiri Davos yig'inining ochilish nutqini so'zlab, dunyoning bugungi tinch muhitdan yiroq ekanligini aytdi. Xi Jinping biz sovuq munosabatlar urushi ruhiy holatini bir chetga qo'yib qo'yib, tinch bilan urush va tag foyda oladigan hamkorlikning natijasiga ahamiyat berishimiz kerak dedi. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoyning bu so'zlari diqqat tortdi. Navbatda Amerika qatorliq bir qism g'arb davlatlari Xitoyning Sharqiy Turkiston, Hong Kong va boshqa rayonlardagi kishilik huquq tafsandachiligi sababidan 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tanharkat musobaqasini boykot qiladi, diplomatik vakil avatmaydi. Qozog'iston hukumati bu yilning beshida yiqilg'u bahosining o'stirilishi sababli boshlangan va keyincha qonliq to'qinishga aylangan voqealarda Olmutada 149 kishining hayotidan ayrilganligini bildirdi. Qozog'iston soqchi doiralari eng cho'ng shahri bo'lgan Olmutada 149 kishining hayotidan ayrilganligini, 2300 kishining qo'lga olinganligini e'lon qildi. Xitoy koronavirusi sababidan taqilib qolgan Shimoliy Koreya temir yo'l liniyasini qaytadan ochganligini e'lon qildi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Xitoyning Liaoning o'lkasi Dandong shahri bilan Shimoliy Koreyaning Pyongan o'lkasining Sinoijo shahrini Yaolu daryosi orqali tutashtiradigan temir yo'lda yuk poyezdi safarining asliga keladiganligini aytdi. Her yili 1 ayning 17 kuni Amerikada o'tkaziladigan Martin Luther King kuni bu yilma nurg'un faoliyatlarga shohid bo'ldi. Amerikadagi oldingi qatordagi kishilik huquq faoliyatchisi Martin Luther King uchun poytaxt Washington va New York boshchiligida Amerika miqyosida xotirlash faoliyatlari o'tkazildi.